Aygil do'stim, nima qildik vatan uchun? Hech kimdan kam bo'lmaysan, kam bo'lmassan. Yerda qolsang oftobdayin kulmagaysan. Qachon belni mahkam tutib o'ylagaysan. Aygil do'stim, nima qildik vatan uchun? Soylarda suvlar sepkib yuzingasin. Bir bor nazar solgin bosgan izingasin. Shu savolga berib ko'rgin o'zingasin. Aygil do'stim, nima qildik vatan uchun? Vatanim menga imkoniyat berdi. Ya'ni magistratura bosqichida o'qiyotgan xotin-qizlarning to'lov shartnomalarini to'lab berish imkoniyatini berdi.